As-salatu miftahu sa'ada. Namoz saodat kaliti. As-salatu mi'rajul mu'min va sharaful mu'min. Namoz mu'minning sharafi, mu'minning me'roji. Ishim yurishmayapti, barakam yo'q, qarzim ko'payib ketdi, oilam tinch emas, har kuni problemadaman, muammodaman degan akalar, ukalar, opalar, singillar, 5 mahal namozni o'z joyiga, o'z vaqtida ado qilib qo'yaylik. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ahling namozga buyur, o'zing ham sabr qil, biz sendan rizq so'ramaymiz, balkim biz seni rizqlantiramiz degan oyat bor. Shu oyatning tafsirida Ibn Kasir rahimahulloh aytadilarki, "Iza aqamta 5 salawat", qachonki sen 5 mahal namozni o'z vaqtida o'qisang, ya'tika rizq min haythu la tahtasib. Rizqing sen o'ylamagan tomondan keladi. Banda Allohga qulchilik qilsa, Robbisi unga saodat eshiklarini, baraka eshiklarini, xayriyat eshiklarini ochib qo'yadi. Dunyoda ham oxiratda ham saodatga erishadi. Dunyoda tinch, xotirjam, qalbi sakinat bilan xotirjam bo'lgan, qalbi orom olgan, oxiratda esa inshaalloh